Bugungi mavzuyimiz tayanch harakat sistemasining tuzilishi va yosh xususiyatlari. Xo'p, bugungi mavzuyimizda quyidagilarni o'rganib chiqamiz. Tayanch harakat sistemasini bir qancha qismlarga bo'lamiz. Xo'p, tayanch harakat sistemasini o'rganadigan bo'lim osteologiya hisoblanadi. Osteo ya'ni suyaklar, logos fan, suyaklar haqidagi fan hisoblanadi. Tayanch harakat sistemasini biz ikki qismga bo'lib o'rganamiz: aktiv va passiv qismlarga. Aktiv qismiga asosan muskullarimiz kirsa, passiv qismiga esa suyaklar kiradi. Xo'p, tayanch harakat sistemasida asosan suyaklarning tuzilishini o'rganadigan bo'lsak, suyaklar asosan tuzilishi jihatidan ikkita qismdan, organik va anorganik moddadan tuzilgan. Organik qismiga asosan oqsillar, muguz kirsa, anorganikka esa suyaklar tarkibidagi o'sha mineral elementlar kiradi. Suyakni o'sha asosan aytdik passiv qismga kiradi. U asosan bir qancha qismlarga bo'lamiz, ya'ni gavda suyaklari, kalla suyagi, xo'p, qo'l va oyoq suyaklariga bo'lib o'rganamiz. Shundan, xo'p, tayanch harakat sistemasini o'rganadigan bo'lsak, tayanch harakat sistemasi bu insonda umumiy o'sha hisobda tayanch harakat sistemasi suyaklarni asosan 200 dan tanamizda 200 dan ortiq soni 200 dan ortiq. Asosan ular inson tana massasini 85% nima qiladi? Tashkil etadi. Bundan tashqari tayanch harakat sistemasini biz vazifasini bir qancha qismlarga bo'lamiz, ya'ni tayanch vazifasini bajaradi, himoya, harakat, xo'p, biologik vazifani bajaradi. Shundan tayanch vazifasi, ya'ni bizning tanamizni nima qiladi? Ushlab turadi. Harakat vazifasi, ya'ni turli xil harakatlarni o'sha tayanch harakat sistemasi orqali bajaramiz. Himoya funksiyasi, ya'ni organlarimizni ichki qismimizda joylashgan organlarni nima qiladi? Himoya qiladi. Biologik vazifasi, ya'ni ko'p miqdorda mineral modda almashinuv jarayonida, ya'ni masalan ayrim o'sha qonni o'sha shakl elementlar bilamiz, suyak ko'migidan hosil bo'ladi. Xo'p, tanamizdagi o'sha skeletni, ya'ni bir qancha qismlarga bo'ldik. Endi ularni biz klassifikatsiyalaymiz. Klassifikatsiyalaydigan bo'lsak, suyaklar quyidagi o'sha klassifikatsiyalarga bo'linadi. Ya'ni suyaklar g'ovak suyaklar, naysmon suyaklar, aralash suyaklar va yassi suyaklarga bo'linadi. Bizning tanamizda eng ko'p uchraydigan suyaklar bular yassi suyaklar hisoblanadi. Yassi suyaklar asosan yassi va naysmon suyaklar hisoblanadi. Naysmon suyaklar asosan ikki xil bo'ladi, ya'ni uzun naysmon va kalta naysmon. Naysmon suyaklariga asosan qo'l va oyoq suyaklari, kaft, ya'ni qo'l qismimizda kaft va oyoq barmoq suyaklari kiradi. Bular kalta barmoq qismimizda kalta naysmon suyaklar. Uzun naysmon suyaklari esa qo'l va oyoq qismimizda joylashgan. Xo'p, mana tana suyaklarini o'sha joylashishi tanamizda. Shundan suyaklarni umumiy oladigan bo'lsak, kalla suyagi ham qismlarga bo'linadi. Kallaning yuz bo'limi va kallaning miya bo'limi suyaklariga bo'linadi. Gavda qismi suyaklari esa, gavda qismi suyaklari tush suyagi, qovurg'alar va umurtqa pog'onasidan iborat. Ya'ni umurtqalardan. Xo'p, oyoq suyaklari asosan bu ham ikki qismga bo'linadi. Oyoqning kamar va erkin qism suyaklari. Kamar suyaklari asosan kamar nima uchun? Ya'ni erkin suyaklarni tanaga birlashtirib turadi. Xo'p, suyaklarni biz tuzilishini o'rganadigan bo'lsak, ya'ni aytdik organik va anorganik qismlarga bo'linadi. Suyak asosan suyakni o'sha teng o'rta qismidan aralaydigan bo'lsak, u ikki qismdan, ya'ni kompakt va g'ovak qismini ko'ramiz. Ichki qismi g'ovak bo'ladi, eng tashqi tomoni esa kompakt qismi bo'ladi. Kompakt qismida biz osteoklast hujayralarini ko'rishimiz mumkin. Mana keyingi pastdagi rasmimizda berilgan, ya'ni hujayralarni hosil bo'lish jarayoni. Suyaklarni yoshga qarab taraqqiy etib borishi, yangi tug'ilgan chaqaloq skeleti 270 ta alohida suyaklardan iborat bo'ladi. Keyinchalik suyaklar suyaklanish natijasida yaxlit bitta suyakni hosil qiladi. Masalan, dastavval suyaklar choklar yordamida birikkan bo'ladi. Masalan, oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, chanoq suyagi 3 ta suyakdan tuzilgan bo'ladi. Ya'ni chanoqning o'sha yonbosh, qov, quymish suyaklardan iborat bo'lib, insonni o'sha yashash hayot davomida 16 yoshga kelib suyak yaxlit bitta suyakni hosil qiladi. Suyaklarni mana
tuzilishini o'rganadigan bo'lsak, suyak eng tashqi qavatdan o'sha periost parda bilan qoplangan. Periost parda bu suyak pardasi hisoblanadi. U asosan ikki qavatdan, fibroz qavat va qon tomirli qavatdan tuzilgan. Qon tomirli qavati mana rasmimizda berilgan, ya'ni qon tomirlar asosan suyakka nima qiladi? Oziq moddani yetkazib turadi. Embrional rivojlanish davrida suyaklanish davrida 4 ta bosqichni o'sha egallaydi. Ya'ni embrion ona qornidagi vaqtida urug'langan tuxum hujayradan zigota hosil bo'ldi. Zigotadan endi suyak hosil bo'lishi kerak. U suyak 4 ta bosqichda suyaklanish bosqichini davom ettiradi. Ya'ni birinchisi endosmal, perixondral, periostal va enxondral. Ya'ni dastlabki suyak parda shaklida bo'ladi. Ya'ni endosmal suyaklanish davrida parda shaklida bo'lib, suyak sekin-astalik bilan u tog'ayga aylanadi. Tog'aydan so'ng esa suyak asta-sekinlik bilan suyak holiga keladi. Ya'ni 4 ta bosqichni etapni o'tgandan so'ng. Suyaklar, ya'ni aytdik, naysimo, g'ovak suyaklarga bo'linadi. Naysimo suyaklarni ham biz nima qildik? Uzun, kalta naysimolar suyaklarga bo'ldik. Endi shundan gavda suyaklarini o'rtamiz. Gavda suyaklarining tuzilishi va birikishi. Gavda suyagi, ya'ni tana skeleti, bu umurtqa pog'onasi, ko'krak qafasi va to'sh suyagidan iborat. Umurtqa pog'onasi asosan 34 ta umurtqani o'sha o'zaro kelishidan hosil bo'ladi. 7 ta bo'yin, 12 ta ko'krak, 5 ta bel, 5 ta dumg'aza, 5 ta dum umurtqalaridan tarkib topgan. Xo'p, endi qovurg'alarni oladigan bo'lsak, qovurg'alar old qismida asosan to'sh suyagiga, orqa qismidan esa umurtqalarga, ya'ni asosan ko'krak umurtqalariga borib birikadi. Bu o'z navbatida ko'krak qafasini hosil etadi. Bunda 1 va 7 qovurg'alar o'z-o'zidan alohida kelib to'sh suyagiga birikadi. Qolgan 8-chi, 9-chi, 10-chi qovurg'alar esa 7-chi qovurg'alar ustiga kelib birikadi. O'shaning uchun bular soxta qovurg'alar deyiladi. 11-chi, 12-chi qovurg'alar esa qorin ostki sohasida qoladi. Ular yetim qovurg'a deb ataladi. Umurtqa pog'onasini rasmi berilgan bu slaydimizda, ya'ni umurtqa o'sha asosan 7 ta bo'yin, 12 ta ko'krak, bel, dumg'aza, dum umurtqalariga bo'lingan. Ya'ni har bitta umurtqani o'zini oladigan bo'lsak, alohida suyaklar va ularning orasida tog'ay qism bor. Tog'ay qism bu har bitta umurtqani bir-biriga biriktirib turadi. Endi har bitta umurtqani o'sha alohida oladigan bo'lsak, unda ravog'i, hop, oyoqchalari va tanasi, umurtqaning tanasi farqlanadi. Mana bu rasmlarimizda har bitta o'sha umurtqalar bo'yin umurtqasini shakli berilgan. 7 ta bo'yin umurtqasi mavjud bo'lib, bo'yin umurtqalari asosan yuqori qismimizda joylashgan, uchki qismi esa ensa chuqurchasiga kirib turadi. Har bitta umurtqalar bir-biridan tubdan tuzilishi bilan bel umurtqalari shaklan farq qiladi. Bel umurtqalari asosan 5 ta bo'lib, ularga og'irlik ko'p tushgani uchun tanasi kattalashgan, ya'ni loyvasimo shaklni egallagan. Ya'ni asosiy tana massamizning og'irligi asosan bel qismimizga tushadi. Dumg'aza umurtqalari asosan uzunchoq yumaloq shaklda bo'ladi. Bitta butun dumg'aza suyagini nima qiladi? Hosil qiladi. Yaxlit o'sha suyakni hosil qiladi. To'sh suyagi bu tanamizning old qismimizda joylashgan bo'lib, sternum lotincha nomi. U asosan qovurg'alarni old tomondan birlashtirib turadi. Uni asosan tanasi, dastasi va xanjarsimon o'simtasi farqlanadi. Qovurg'alar 12 juft qovurg'alar bo'lib, qovurg'alar mana shaklini ko'radigan bo'lsak, yoyga o'xshaydi. Uni asosan ikki qismi farqlanadi, ya'ni suyak va tog'ay qismi. Asosan ichki qismida tog'ay qismi saqlanib qolgan, tashqi tomoni esa suyak qism bo'ladi. Tanamizning ko'p qismimizda asosan tog'aylar saqlanib qolgan. Masalan, har bitta o'sha suyaklar harakatchan bilamiz, suyaklar harakatchan va harakatsiz birikadi. Harakatchan birikkan suyaklar orasida asosan sinovial suyuqlik yo bo'lmasam tog'ay qism bo'ladi. Bu tog'ay qism bir-biridan o'sha suyaklarning ishqalanishlarini kamaytirib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.